Sizlar uchun udvoyniy zal topib qo'ydim. Yunusobod 14-kvartalda 4 xonali 4-etaj, 5 etajli domda 91 kvadrat ekan. Narxi 285 ming so'rashyapti. Qisman narsalar qolar ekan, chistishli mebel texnikalari. Mana bu kirush prixoshkamiz. Keling, mana o'ng qo'limizda zalimiz hisoblanadi. Zalimiz двойной. Mana ko'rayotgan televizor, xazinlik, o'zingizlar yog'ini gaplashasizlar, nima holat, nima ketadi. Stenkalar bor ekan. Mana keling, bu yoq detskiy ekan. Kirushka ham stenka qilib qo'yishibdi. Detskiy xolis spalniy qilib foydalansangiz bo'ladi. Bu yog'imiz yana bitta xona. Konditsionerlari bor ekan, akvariumlari bor ekan, chistishli. Bu yoq to'shini komnata hisoblanadi. Bu yog'imiz tualet. Bu yog'imiz vanna ekan. Kafellari bor ekan, toza ozoda uyimiz, nurli, fayzli uy ekan. Keling, mana bu yog'imiz kuxnya ekan. Stiralniy mashina, polniy kuxnyalar bor ekan. Mana bu yog'imiz balkon. Balkonimiz 2 ga 6, 2 ga bo'lingan ekan. Mana bu yog'imizni yana bitta xona qilib qo'yishibdi. Konditsionerlar ham bor ekan. Shu uyimizga 85 ming startviy so'rovimizni qiziqqan bo'lsa, opsiyan nomerlar qoldiramiz.